Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz ayollarda jenskiy kasallik turlari haqida suhbatlashamiz. Shunaqa ayollarimiz keladi, mani deydi, matkimda kista bor edi deydi. Mani matkimda o'sim mioma bor ekan deydi. Manda deydi qon ketish bo'lyapti deydi. Men kistamni bir marta operatsiya qildirdim, 2 marta operatsiya qildirdim, 3 marta operatsiya qildirdim deydi. Miomamni oldirdim deydi. 1 marta, 2 marta oldirdim deydi. Matkimni butunlay oldirdim deydi. Shunaqa bemorlar uchraydi. Mani hozirgi kunda matkim butunlay olingan deydi. Matkim olinsa ham o'rnidan qon ketyapti deydi. Men har oyda qon oldim deydi. Keyinchalik 15 kundan qon quydirdim deydi. Haftadan quydirdim deydi. Hozirgi kunda men 2 kundan quydirib turibman qonni deydi. Qon ketib qolaveradi, to'xtamasdan ketib turibdi qon deydi. Matkim olingan bo'lsa ham o'rnidan ketib turibdi deydi. Hech to'xtatishni iloji bo'lmayapti deydi. Shunaqa bemorlarimiz keladi. Allohning qudrati ila Nur otamizni avlodi bo'lganimiz uchunmi sababchi bo'lib, 9-avlodi bo'lganimiz uchunmi, Allohning karomatimi, Allohning har bir narsaga qodir ekan buyuk zot o'zi, alhamdulillah o'ziga tavakkal qilamiz. Qudratiga, karomatiga, mo'jizasiga til ojiz Allohimma. Yakka yolg'iz o'zi bir. Alhamdulillah o'ziga tavakkal. Bizning Nur aziz sog'lomlashtirish markazini tabiiy giyohlari, siroplari, malhamlari yordamida to'xtamay ketib turgan qon 3 kundan keyin sekin-sekin to'xtashni boshlaydi. Allohning qudratiyle qanchadan qancha ayollarimizni kista, miomalari tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz bilan yo'q bo'lgan va to'xtovsiz ketib turgan jenskiy tarafdan matki ham olib o'rnidan qon ketib turgan, hali matkisi olmasdan kistasini oldirib 1-2 marta, miomasini oldirib 1-2 marta jarrohlik yo'li qo'llatib ham yana qon to'xtovsiz ketib turgan holatlarda ham matki olingandan keyingi o'rnidan qon kelishlari ham Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, sirop, malhamlarimiz yordamida 3 sutkadan keyin sekin-sekin ozayib butunlay to'xtab sog'lom bo'ladi ayolning matkisi. Shuning uchun va matki saqlanib qoladi. Hech qanday bizning tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz yordami bilan hech qanday qayta davolanishga, qayta jarrohlik yo'llashga, ximiya nur olishga va qon quyishga umuman hojat qolmaydi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz, malhamlarimizdan iste'mol qilib sog'ayishlarini tavsiya qilaman ayollarimizga. Hech qanday qayta davolanishga hojat qolmaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin, bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Allohdan so'rab qolamiz. Alhamdulillah o'ziga tavakkal.